Agar banda Robbisini al-vakil deb tanisa, barcha ishida, rizqida ham, maoshida ham, kundalik hayoti, hifzi, har qanday qiyinchilikdan qutqarilishi, musibatlardan chiqib ketishida hammasida Allohni al-kafi, kifoya qiluvchi deb bilsa, barcha narsada u bilan kifoyalanadi. Qarang, Ibrohim alayhissalomni bir eslaylik. Ibrohim alayhissalomni butun qavm chiqib olovga tashlaymiz dedi. Hech kim uni yonini olmadi. Hatto o'zini otasi chiqib qo'yinglar, shu o'g'lim bir xato qilib qo'yibdi, kechiraylik demadi. Butun qavm chiqib o'tin terib gulxan yoqishdi va Ibrohimni otamiz deyishdi. Ibrohim alayhissalom nima dedi? Hasbiyallohu va ni'mal vakil. Allohni o'zi menga kifoya dedi. Qanday ham u go'zal, yaxshi al-vakil bo'lgan zot. Ya'ni barcha narsani oqibati uni qo'lida degani. Ya'ni sizlar qancha urinmanglar, menga ziyon keltiraman deb, Alloh buni istamasa, izn bermasa ziyon qila olmaysizlar menga degan. Bo'ldi, menga Alloh kifoya degan. Himoyachi sifatida ham, nusrat beruvchi sifatida ham har jihatdan menga kifoya degan. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana Ibn Abbos radhiyallohu anhu ga aytdilarki, agar butun ummat jamlanib senga ziyon keltiraman desa, Alloh yozgan narsadan ortiq ziyon keltira olmaydi. Ya'ni qo'rqib ketma degan. Butun dunyo qarshi bo'lsa ham senga. Va butun ummat agar jamlanib senga foyda keltiraman desa, unga ham xursand bo'lib ketma degan. Alloh yozgan narsadan ortiq senga foyda keltirmaydi baribir. Hamma ishi ustida al-vakil bo'lgan zot bor. Shuning uchun u bilangina kifoyalanish kerak. Unga suyangan holda u bilangina kifoyalanish kerak.